Tashqi maktab paytlarida qancha oydir balki, misol uchun bahorda paxtaga chiqqanmisizlar va nima qilgansizlar? Bahor boshlandi. G'o'za ekilmasdan oldin yer tekislash degan ishlar bo'lardi. Uvot chopish degan ishlar bo'lardi. Endi har nima deb borardi o'sha ishlarga. Maktab o'quvchisi sifatida? Maktab o'quvchisi sifatida. Obeddan keyin o'qiydigan bo'lsak, ertalab ketardik. Traktor olib ketardik pritsepda. Obedga yetib kelardik uyga. Yetib kelib, choyimizni ichib maktabga ketardik. Ish haqi berilardi-da shunga. O'shanga o'quvchiga ham. Hammaga bunday ota-onaga yordamdir. Lekin o'quvchilar chiqardi. Shunchalik ishlaganing bilan hali ustma haq degan narsalar bo'lmaganda, sen yoshsan, senga yoshingga nisbatan mana ishni qilyapsan, mana uncha qo'shimcha pul to'laymiz degan narsa bo'lmagan. Tushunarli. Endi talabalar bitirgandan keyin chet elga keta olishganmi? Maktab o'quvchisi bitirdi, chet davlatlarga, misol uchun Qozog'istonga emasda, boshqaga emasda, boshqa davlatlarga, AQShgami, Yevropa davlatlarigami keta olishganmi? Imkon qanday bo'lgan? Imkoniyat umuman bo'lmagan. Chetga chiqish degan narsa, SSR degan narsa yopiq davlat bo'lganda. Rivojlangan boshqa davlatlarda ko'rishga odamlarni jo'natmaganimda, o'quvchilar borib o'qish tugul. Tushunarli. Endi sizlarni taxminimcha shu davrlar uchun, demak, aholiga qaraganda o'rta hol bo'lgansizlar deb o'ylayman, ichki ishlar sohasida shifokor sifatida. Endi o'rta hol qatlamdan tashqari qolgan aholi, ya'ni davlat ishida ishlamayotgan aholilar nima ish qilgan? Ularni kundalik tartibi qanday bo'lgan va qayerga borishgan, nima ishlash qilishgan? Kolxozga chiqqan. Faqat kolxozda. Demak, kasb nima? Kolxozchimi shunday? Kolxozchi bo'lganda. Minglab aholi, 100 minglab aholi. Shunchalik. Aytaman, 10% chetda yashayotgan aholidan 10% ishlagan, davlat tashkilotida ishlagan. Mana Kirgilida zavodlar qurilgan o'sha paytda. Ancha munchasi borib kelib, u ham velosipedda borib kelgan. Kirgiliga qancha velosipedda qatnashgan. Bunaqangi avtobuslar kelib ishxonadan olib ketish degan narsa bo'lmagan. Misol uchun hozir menda agar portret chizsam, misol uchun o'qituvchi portreti menda borda yoki harbiy portreti bor. Endi sizlar uchun kolxozchi portreti deganda kolxozchi kim deb tasvirlaysizlar? Kundalik hayoti nimadan o'tganlar? Kolxozchini ta'riflash qo'lida ketmon, oyog'ida o'tik, oyog'ida yirtiq o'tik, ikkita nonini tugib, beliga ikkita nonni tugib olgan odam. Kechgacha ketmon chopardi-da. Obedda o'sha yerda nima ovqat qilib bersa ichadi. Kechqurun 100 minglab aholi shunday. 100 minglab aholi shunday. Traktor qo'yilar edi, bolalilarni belanchagini tugib olib, traktorda olib ketardi. Dalaga belancha qilib bolasini solib qo'yib, kirib o'zi chopib qilardi ayollar. Erkaklar suv qo'yardi, suvchilik qilardi, paxta mahal bo'lsa paxta tortardi, boshqa. Hammasiga o'zining imkoniga qarab ish berardi. Shunga qarab haq to'lanardi. Shanba bozor degan narsa yo'q. Dam olish degan narsa umuman. Ishing chiqib qolsa, brigadirga borib, shunaqa ishim bor desang, yo'q derdi. Ayollar kechasi kelib kir yuvardi. Daladan kelgandan keyin kechasi non yopardi. Ovqatini ham kechasi qilardi. Bugun kirimni yuvib olay, bugun borib hammomga borib kelay deydigan bo'lsang, yo'q, mumkin emas. Endi shu bo'yicha bir oylik chaqalog'i bo'lsa ham tugib, belanchagini tugib dalaga borib, belanchaga solib qo'yib kirib paxta terardi-da. Bir oylik chaqalog'i. Yangi kelinchak tushgan bo'lsa, 3 kun uyda o'tirardi, 3-kuni dalaga qalama patir qilib olib chiqib, hayot dalada boshlanib ketar o'sha
yangi kelin hayot. Ketmon bilan ketadi haligi kelin. Lekin shu vaqtlarda bir eshitib qolaman odamlardan, odamlar baxtli bo'lgan deyishadi-da. Shunga qaramasdan odamlar xursand yurishgan, baxtli yurishgan deb eshitaman ham. Shu bo'yicha savolim borda. O'sha vaqtlardagi o'rtacha hamma aholi o'zlarini hayotlarini taqqoslay olishganmi? Kimlarga duramiz? Misol uchun hozir ko'ramiz, telefonda ko'ramiz, televizorda ko'ramiz, boshqa yulduzlar hayoti, boy insonlar hayoti, kun ora dam olish yurganliklari, boshqa artistlarning yoki boshqalarning shohona hayotlari, dabdabali hayotlarini ko'ra olamiz hozirgi kunda. O'sha vaqtlarda shu 100 minglab aholi o'zini taqqoslay olishganmi? Kimlarda ko'rishgan? Televizorlar bo'lgan deb eshitaman. Lekin kanallarichi, qanday kanallar bo'lgan? Nimani ko'rishgan unda kanallarda? Taqqoslash qanaqa bo'lgan? O'sha paytda biz davrimizda urushdan kelgan odamlar ko'p bo'lgan. Biz xonadonimizda ham dadam rahmatlik urushdan kelgan. Ertaga bo'lgan voqealarni gapirgan. Ko'pchilikda ota-onasi o'shalarda qolib ketgan yo'liga. Tinchlik, xotirjamlik, qorin to'yishi shu eng katta baxt bo'lgan. Hozir ham mana duo qilinayotganda birinchi o'rinda tinchlik bo'lsin duo qilinadi. Bu tinchlikni qadriga yo'qotmasdan erishish kerak-da. Shukr qilish kerak tinchlikni qadriga. Demak, tinchlik uchun prezident ham qancha kuy yonyapti-ku. Demak, hozirgi paytdagi insonlar demak asli baxtli, lekin uni his qilishmayapti xolos deb mumkinmi? Qadriga yetmayapti. Noshukur bandalar. Qadriga yetmayapti. Bunaqa zamon bo'lmaydi. Nima tinchlikni qadriga yetish uchun boshimizdan urushni o'tkazishimiz kerakmi? Ota-onalarimiz, farzandlarimiz o'lishi kerakmi? O'shanda lekin tinchlikni qadriga yetamizmi? Tinchlik, odamlarda erkinlik, xohlaganingni qil deyapti mana prezident ham. Xohlasang zavod qur, kerak bo'lsa pul beraman, kalling bo'lsa ishlat, boy bo'l deyapti. Tekinxo'r bo'lib yotma. Bersang yeyman, ursang o'laman degan bolalar ko'payib ketyapti hozir. Shunchalik imkoniyat yaratilib berilganda undan foydalanishni xohlamayapti. Yo ota-onasi ularni shunaqa qilib herrayim qilib tarbiya qilib qo'yganmi? O'qishga imkoniyat bor. O'qishga imkoniyat bor. Kuchli biliming bo'lsa, joyda yaxshi oylik oladigan ishlaydigan joylar bor. Chet elga chiqib narsani o'rganib kelaman desang imkoniyat bor. Nimaga chet elga chiqasan? Amerikaga boraman desang Amerikaga bor. U paytda SSRdan tashqariga chiqolmagan. To'g'ri, SSR davlatlariga. Bu paytda davlat degani u nomiga davlat bo'lganda, SSR boshqarganda, tepadan Moskvadan boshqarilgan. Tushunarli. Endi hozir ko'ramiz, ko'p guvoh bo'laman. Tashqarida nima ko'p, oshxona ko'p, hammasi ishlayapti, Xudoga shukr. Hurmatlarini bersin. Somsaxona, shashlikxona, oshxona har doim gavjum. Albatta ko'raman gavjum. Kechqurun ko'raman gavjum. Kuni kecha ko'ryapman, kechqurun to'la xotinlar, ayollar ham bor, boshqa alohida kabinkalarda, boshqasi ham turibdi. Demak, talab bor va taklif bor. O'sha vaqtlarda demak, qanchalik darajada tashqarida ovqatlanishgan? Oshxonaga chiqishganmi, obedlari, kechki paytlari, oilaviy bo'lib, boshqalar bo'lib, o'rtacha aholi bir oyda, men bilmadim, bir yildan bilmadim, necha marta borishgan oshxonalarga ovqatlangan, oilaviy tarzda dam olib. Bu narsani tasavvur ham qilmas edi kimlardir. Tashqariga chiqib ovqatlanib kelish degan narsani o'zi bo'lmagan. Chunki tashqariga chiqish uchun cho'ntagingda puling bo'lish kerak-da. Unaqaga pul bo'lmagan. Arzonchilik, lekin pul bo'lmagan. Arzonchilik nisbatan qilgan mehnatingga nisbatan u arzonchilik deb bo'lmaydi bu narsa. Chunki kun chiqishdan kun botargacha ishlaganingdan keyin. Lekin
o'shancha ishlaganing bilan ham 8 soat ish mehnat haqi yozilgan. Falonchi 16 soat ishlayapti. 16 soat yozaylik deyish mumkin bo'lmagan. Tabilchini yordamchisi bo'lganman maktabda. 8-sinfda. Tabil ishlanardi. 8 soat yozilardi hammaga. 8 soat ishladi deb. Mana hozir o'sha ertalabdan kechgacha ishlaganlar, 16 soat ishlaganlar nihoyatda kam pensiya olyapti. Buni bilishadi rahbarlar, hozirgi rahbarlar ham. Necha soat ishlashganini. Lekin 8 soat ishlagan, shunaqa mehnat haqi yozilgan ularga. Yana bitta gap bo'ladi-da, eshitaman ko'pincha o'sha vaqtlarda hammada uy bo'lgan deyshadi. Hozir uylar qimmatlashib ketdi, juda aholiga qiyin bo'lib ketyapti deyshadi-da ko'pchilik. O'sha vaqtlarda rostdan ham hammada uy bo'lganmi? Har bitta xo'jalikda alohida uy bo'lganmi? Va keyingi savoli, o'sha uy qanday holatda bo'lgan deb o'ylaysizlar? O'rtacha aytasizlar. Ko'rgansizlar-ku. U uylar bilan hozirgi uylarda juda katta farq bor. Xom guvarakdan bo'lgan, tagiga tosh terilgan, xolos bunaqangi fundament qo'yish degan narsa bo'lmagan. Qamish solib, qamish jihozlari ham kam bo'lgan. Qamish ustiga tosh terib, tosh ustidan yog'och qo'yib, uni ustidan guvalakda uy qurilgan yoki paxsa bo'lgan, paxsa devor bo'lgan. Deyarli hammada. Ha? Taxta pol kamdan kam odamda bo'lgan. Taxta bo'lmagan. Hashay solib turib, hashay solib turib, ustiga sholchami. Bitta gilom olisham, gilom bilaman, 80 ming bo'lgan, bilaman-da narxini. Birinchi o'sha 84-yilda dadam bilan uyda olgan bo'lsak, dadang yaxshi oylik olardi, men ham hamshira edim. Bitta gilom olsang, do'ppingni osmonga ko'taringda suyunib, men gilom oldim deb, bir dona gilom olsang. U gilomni ham tagiga solib o'tirmas edi. Qoqib qo'yardi. Qimmat bo'lardi. Devorga qoqib qo'yardi. Tushmasin, ko'rmasin deb. Yo, uyni chiroyli qiladi deydi. Tagiga solib o'tirishga qimmat bo'lgan. Tagiga mana kigiz degan narsa bo'lardi, sholcha bo'lardi. Hozirgidaqa zamon bo'lmagan. Uning ichida burga bo'lardi. Kigizlar. Burgani ko'zi bo'lardi deganda, yaxshi. Endi demak, taxminimcha mulohaza qilyapman-da. Demak, hozirgi o'rtacha aholiga ham agar o'sha vaqtdagi singari uy qilib yashamoqchi bo'lsa, demak qiyinchilik yo'q ekan. Ya hozirgi jamiyat. Agar shunday holatda qilmoqchi bo'lsa, hozir u qimmat tushmaydi. Menimcha, guvalar o'zimizdan chiqadi. O'zini yeridan. Hozir sharoit qilaman desa, hozir lekin unga ko'nmaydi ko'pchiligi. Hozir dunyoni ko'ryapti-da hamma. Lekin shukr qilish kerak, qiynalib yashayotganlarda. Ochig'i men hozir bu yerda talabim yoki taklifim o'sha davrga qaytaylik, bu uylarni buzaylik, guvalar qilaylik demoqchi emasman-ku. Nisbatan aytmoqchimanki, lekin o'sha vaqtdan ko'ra hozirgi paytdagi demak qarash, kutuv yuqoriligi uchun demak norozilik bo'lishi mumkin demak. O'sha vaqtlarda rostdan hammani o'zini uyi bo'lganmi endi ko'p uchxona to'rxonani? Bo'lmaganda bitta ovqat qiladigan joyi bo'lsa, o'sha yerda er-xotin yotgan o'sha ovqat qiladigan joyda. Qozon, o'choq o'sha yerda bo'lgan. O'tin yoqilganda, gaz degan narsa bo'lmagan o'sha payt. Balon gaz bo'lardi, qish bo'lsa hamma o'tin yoqib. O'tin yoqib, sandalga solib. Endi 3 tadan kelini bo'lar edi. 3 tala kelini bir xona uyda kechasi o't yoqib isitilib yotgan kirib ketsa, ertalab yana o'sha bir xona uyda hamma ovqat pishirib, yeb, kechgacha o'tirib ashna qilar edi. Tushunarli. Xo'p. Tushunarli. Endi deyarli tugab qoldi suhbatimiz, xudo xolasa. Ozgina savollar bor edi, bir necha savollar, qisqa savollar taqqoslab ko'ramiz demak. O'sha davrdagi yoshlar uchun va hozirgi davrdagi yoshlar uchun yoshlik muhiti osonroq qaysi biri? Hozir nihoyatda zo'r bo'ldi yoshlar uchun. Hozir osonmi? Hozir imkoniyatlar ko'p-da. Lekin ko'p eshitaman-da bolalardan. Aytishadiki, hozir juda qiyin holatdamiz, boshqa tashvish ko'p-da. Bolalar qanaqadir o'ylayman, ko'p tashvishlari bor-da. Bilmadim, orzulari kattaligidanmikin, kutuvi kattaligidanmi, ko'p narsani ko'rganligidanmi, taqqoslayotganligidanmikin bilmadim. Hozir biz qiynalyapmiz deyshadi-da. Hozir rosa qiynalyapmiz, ishlash ham kerak, o'qish ham kerak, boshqa ham deyshadi. Ko'p eshitaman bolalardan. Hozir qiyin emasmi? Hozir o'sha